Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 5-iyun kuni Andijon viloyatidan kelgan bemorlarimizdan biri, diagnozi Vinsent Kanavalov. Hozir bemorlarimiz va ularning onasi bilan suhbatlashamiz. Bizning klinikamizdan qanday natijalarga erishganliklari haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz mana Rayonixon, Taslimaxon qizlarni ko'rib turasizlar. Biz 2017-yildan beri kelamiz. Ahvoli juda og'ir edi. Mana hozirgi kunga kelib, mana qizlarim yaxshi, zo'r natija olib kelyapmiz. Doktorimizga rahmat. Bepul davolab, bepul pankreatit, gepatit sog'lom ichaklidan berib, yordam qilib davolab turyapti. Rahmat shu doktorimizga. Shunchalik mana yaxshi bo'lib, holatlari yaxshi. Mana Rayonixon bir yil bitiruvchi qiz bo'ldi. Bitiruvchi qiz bo'lib maktablarni bitirib borib ko'rdim, mana sog'lom qizlardek yurib chiqdi. Umuman tasavvurimga sig'dira olmadim. Rahmat shu doktorga. Rahmat mingga kirsin, hammalarga rahmat. Doktor Jalilovning 100% tabiiy nutrientlardan, pankreatit, sog'lom ichak, gepatit dorilardan qanday natijalarga erishdinglar? Shu haqida batafsil gapirib bersanglar. Bu dorilardan pankreatit o'ta ham yaxshi dori ekan, ayniqsa gripplarga darhol ichishiga bilintirdi. Bu sog'lom ichak hali ich qatganlarga bugun ichsa darhol u ham bilintiradi. Gepatit hammasi o'ta zo'r natija beradigan yaxshi dorilarga. Shularni ichsa o'ta ham foydasini bilamiz biz ham. Shu doktorimizga rahmat, shu dorilar yaxshi dorilar ekan. Bizni YouTube'da kuzatuvchilarimizga va o'zingizlarni shaxsiy kuzatuvchilarga qanday murojaatinglar bor, gapinglar bor? Obunachilarimizga mana aka qizim shu darajaga yetdi. O'zingizlar ko'rib kuzatib turibsizlar, obunachilar. Dori-darmonlarni mana tabiiy kapsulalar ichishib, nihoyat vaqtida ichishidi dorilarni, parhez shularni qilishib, qizlar yaxshi yuribdi. Shu doktorning aytganini qilib, dori-darmonlarni ichib, parhezlarni qilib ko'rib turibsizlar. Mana Rayonixon, Taslimaxonlarni bir yil mana Rayonixon qizim bitiruvchi qiz bo'ldi. Shu doktorimizga kattakon rahmat. Shu doktorimizni o'ta ham katta mehnatlari singdi. Endi nima desam bo'ladi, bu qizni burundan kuzatib turgan bo'lsa, yurmasdi. Umuman ham nur holatda to'liq turibdi. Doktorimizga rahmat shu darajaga yetkazganiga. Umrlari uzoq bo'lsin, Nilufar opam bilan qo'sha qarasin, farzandlarini baxti kamolini ko'rsin. Rahmat, bizni bepul qarab, bepul dori-darmon berib, kesak hurmatimizni joyiga qo'yib, o'ta ham hammali, o'ta ham haligindosilar. Bitta ham unda bilintirmaydi. Yaxshi, rahmat shu doktorimizga ham. Umr uzoq bo'lsin, tanjani sog' bo'lsin. Rahmat shu doktorga. Rahmat. Tanjani sog' bo'lsin hammalarga ham. Bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganinglardan hammamiz xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.